shokolad ko'rsin. 347 ming so'm. Agarda kimdir bugungi o'yinimiz g'olibi bo'lsa, ushbu pullarni olib ketadi. Agarda g'olib bo'lib super o'yinga chiqib o'ynamaylik. o'ynaymiz. Endi esa savolni eshitamiz. O'q-dorilar dushman qo'liga tushishini bilib bir yo'l tutishgan. Bu usuldan avvalgi urushlarda ham ko'p foydalanilgan. Savol: Sovet askarlari qanday yo'l tutishgan? Zokir aka? Poyraxona to'kib kiyim bergan. Mantiqiy yaqin kelasiz, lekin javob unaqa emas. O'bisi suvga, namga saqlab kiyim bergan. Mana shu qurollar bilan jangga kirgan 300 ta sipoh nima vazifani bajargan armiyada? Endi shu pul sizga shunchalik zarur ekan, nima qilasiz? Mana o'zbek soldatlarini qaraganda eng chiroyli kiyim kimda bo'ladi? G'ulomjon Yoqubovda. Hey, давайте hammasiga o'zing javob ber. Biz shuncha pul beramiz. No, lekin Ozbekka seryozni kerak, 40 ming kerak hozir berga. Fazilla sen yozsanimda u bu jinoyat qilib pulni olib kelib qamarsenchi. Jinoyat shart emas. Sizga o'xshab o'tiraman, mustaqillik yaqin deb. Bu yerda ham ko'rinishi shunaqa, tek qamalmagan. Uydagilar ham ko'p aytishyapti, shu ishingni ko'p almashtiryapsan, bitta joyda ishla deydi-da. Baribir ham foydasi bo'ladi. Ular qo'rqqani uylangandan keyin ham shu almash davom etaveradimi? Xo'sh, ya bo'lmasa, qarang, biz sizga maslahat topib bera olmadik, duo berishimiz mumkin lekin. Biz Zokir aka. Soqollardan-da, soqol odam duo qiladi.